Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Istisqo namozi shariatimizda joriy bo'lgan namoz turlaridan hisoblanadi. Xususan Hanafi mazhabi ulamolari ham istisqo namozini o'qishlikni joiz deganlar va bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotlik davrlarida bir necha marta istisqo namozini o'qiganlari va duosini qilganlarini dalil qilib keltiradilar. Demak, istisqo namozi yomg'ir so'rash degan ma'noni anglatib, qurg'oqchilik bo'lgan vaqtlarda, yog'ingarchilik kam bo'lgan vaqtida, insonlar, chorvalar, dehqonchilikda qiyinchilik bo'lgan vaqtida Alloh taolodan rahmat yomg'irini so'rab o'qiladigan namoz turi hisoblanadi. Bu yil yurtimizda qurg'oqchilik, yog'ingarchiligini kam bo'lishligi, mana kuz fasli tugab borishiga qaramasdan yomg'ir yog'maganligi va buning natijasida hattoki havolar buzilib, changli to'zonlar ko'tarilib, dehqonchilikka ham, chorvachilikka ham mana shu yomg'ir so'rashlik ehtiyoji paydo bo'lganligidan O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiy hazratlari tashabbuslari bilan istisqo namozini o'qishlik maqsadga muvofiq deb ko'rildi. Va inshaalloh 28-noyabr kungi juma kunida, juma namozidan keyin ushbu namozni butun respublikamizdagi masjidlarimizda ado etamiz. Istisqo namozi hozir aytganimizdek ehtiyoj paydo bo'lgan vaqtida o'qiladigan namoz bo'lganligi uchun buni tartibotini ham demak butun ommaga tushuntirib o'tishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Istisqo namozi juma namozidan keyin, ya'ni juma namozining farzi va undan keyingi sunnati ado etib bo'lingandan keyin o'qiladi. Istisqo namozi ham 2 rakat, xuddi juma namoziga o'xshab imom bilan, jamoat bilan ado etiladi. Imom bunda qiroatni jahriy qilib, ya'ni ovozini chiqarib qiroat qiladi. Namozdan keyin imom domla jamoatga yuzlangan holatda mihrobda turib xutba qiladi. Xuddi juma namozidek, ammo qisqaroq tarzda mana shu istisqo mavzusiga oid bo'lgan xutbani ado etadi. Jamoat esa xutbaga diqqat bilan quloq solib turadilar. Undan keyin imom domla mihrobga yuzlanib istisqo duosini o'qiydi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan, aynan mana shu yomg'ir so'rashga oid bo'lgan duolar borki, imom domla mana shu duolarni qiladi. Jamoat esa o'tirgan joyida imomning duosiga amin deb turadilar. Ana undan keyin umumiy duo bilan, qisqa tilovati Qur'on bilan duo qilinadi va shu bilan barcha ibodatlar, namozlar nihoyasiga yetgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu qilinadigan ibodatlarimiz, o'qiladigan namoz va duolarimizni dargohida qabul aylasin va yurtimizni o'zining rahmatiga mo'l qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.